Assalomu alaykum. Python.uz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Python dasturlash tilida birinchi dasturimizni yozamiz. Python dasturlash tilida kod yozish uchun avvalo Python interpretatorini kompyuterimizga o'rnatib olishimiz kerak. Python interpretatorini kompyuterimizga yuklab olish uchun kompyuterimizdan Chrome ilovasiga kiramiz. Va bu yerdan python.org deb yozamiz. Bu veb-sayt Python dasturlash tilining rasmiy veb-sayti bo'lib, Python haqidagi barcha ma'lumotlar bu yerda bor. Python dasturlash tili barcha platformalar uchun ishlab chiqilgan. Bizning kompyuterimiz Windows sistemada ishlagani uchun Windows bo'limiga kiramiz. Va bu yerda ko'radigan bo'lsak, Python dasturlash tili ikkita bo'limga ajragan. Python 3 hamda Python 2. Bu ikkala bo'lim bir-biridan farq qiladi. Biz Python 3 ni o'rganamiz. Python 3 ga kiradigan bo'lsak, bu yerda eng so'nggi versiya Python 3.14. Python 3.14 versiyaga bu yerdan ozgina pastga tushadigan bo'lsak, Python 3.14 versiya haqida ma'lumotlar bergan. Unda qanday o'zgarishlar bor, qanday yangilanishlar bor. Files bo'limini ko'radigan bo'lsak, dasturning turli xil versiyalari bor. Bularning ichidan kompyuterimiz sistemasiga to'g'ri keladiganini yuklab olishimiz kerak. Kompyuterimizga o'rnatilgan sistema haqidagi ma'lumotni quyidagicha olamiz. Рабочий stuldan Etude kompyuterga borib, sichqonchaning o'ng tarafini bosamiz va Svойства bo'limiga kiramiz. Bu yerda kompyuterimizga o'rnatilgan sistema haqidagi barcha ma'lumotlar bor. Meni kompyuterimda Windows 10 va tip sistema 64 razryad ekan. Endi shu sistemaga tushadigan dastur versiyasini yuklab olamiz. Agar sizda ham Windows 10 64 razryadli bo'lsa, video opisaniyasida silka qoldiraman. Silka orqali programmani yuklab olishingiz mumkin. Dasturni kompyuterga yuklab oldik. Endi uni kompyuterga o'rnatishni o'rganamiz. Рабочий stuldan Etude kompyuterga kirib, Загрузки bo'limiga o'tib, Python 3.10 ga bir marta bosamiz va bizga quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerdan Запустить ga bosamiz va bizga quyidagicha oyna ochiladi. Bu oynaga ahamiyat beramiz. Bu yerda Add Python 3.10 to Pass ga galochka qo'yib qo'yishimiz kerak. Endi installni bosamiz va biroz kutib turamiz. Dastur avtomatik holda kompyuterimizga o'rnatiladi. Mana dastur kompyuterimizga o'rnatildi. Endi buni tekshiramiz. Tekshirish uchun Pusk R tugmalarini bosib, bu yerga cmd deb yozamiz. Va bizga quyidagicha qora oyna ochiladi, ya'ni buyruqlar oynasi. Va bu yerga py deb yozsak, kompyuterimizga o'rnatilgan Python dasturlash tili haqida ma'lumot beradi. Xo'p, endi Python dasturlash tilini ishlatib ko'ramiz. Python ishchi muhitini ishga tushirish uchun Puskga kirib, idle deb yozamiz. Mana Python dasturlash muhiti, bu yerda kod yozsak bo'ladi. Keling, salom dasturchi degan so'zni ekranga chiqarib ko'ramiz. Buning uchun print komandasidan foydalanamiz. Salom dasturchi deb yozamiz. Mana natijani ko'rishimiz mumkin. Salom dasturchi. Python dasturlash tilida ma'lumotni ekranga chiqarish uchun print komandasidan foydalanamiz. Keling, endi shu yerda biron bir fayl ochib, dastur yozib ko'ramiz. Yozgan kodlarimizni biror bir joyga saqlab olishimiz kerak. Buning uchun faylga borib, Save ga kiramiz. Desktopga kirib, biron bir yangi fayl ochamiz. Yangi fayl nomini Python darslari deb qo'yamiz. Dasturimizni esa birinchi dastur deb nomlaymiz. Xo'p, endi bu yerdan birinchi dasturimizni yozamiz. Birinchi dasturimiz quyidagicha bo'ladi. Kompyuterimiz 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni random orqali tanlab, uni ekranga chiqaradi.
Birinchi bo'lib random modulni import qilamiz. A degan o'zgaruvchi olamiz va 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni random orqali tasodifiy tanlab o'zgaruvchiga yuklaymiz. Natijani print orqali chop etamiz. Natijamiz bizga tushunarliroq bo'lishi uchun quyidagicha so'zlarni qo'shib qo'yamiz. Endi dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsak, dastur bizga quyidagicha natijani qaytaradi. Kompyuter tanlagan son 1. Demak, kompyuter 1 sonini tanladi. Agar siz Python dasturlashtirishni o'rganishni endi boshlagan bo'lsangiz, bu dasturga tushunmasligingiz tabiiy. Mana Python dasturlashtirishdagi birinchi dasturimizni ham tuzib oldik. Endi o'zingiz mustaqil dastur tuzib ko'rishingiz mumkin. Python o'z kanaliga joylanadigan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr.